Jizzax shahrida shunday bino borki, u yerda insonlar goh kuladi, goh yig'laydi, gohida qo'rquvni his qiladi. Bu qanday bino? Hozir shu savolni ko'chadagi insonlardan so'rab ko'ramiz. Topganlarga 50 minglik sovg'alarimizni beramiz. Jizzax shahrida bitta antiqa qurilgan bino bor. U yerda insonlar goh kuladi, goh yig'laydi, goh qo'rquvni his qiladi. Bu qanday bino? Goh qo'rquvni his qiladimi? Vaqt tugadi. Bilmayman. Bilmaysiz. Ichimda 10 gacha sanayman, agar topolmasangiz tugayapti mana. Soxta. Topolmadik. Masjidmi? Oq. Oq rangda qurilgan. Mehmonxonamikan? Yo'q. Xotira bog'imi? Bino. Bilmadim. Bilmadim. Xotira. Sizga yordam oq rangda. Topolmadim. 50 minglik sovg'a bor mana shu ichida. Jizzax mehmonxonami? Yo'q, Topolmadim. topolmadim. 28-aprel soat 15:00 da Jizzax musiqali drama teatrida Qirg'izistondan tashrif buyurgan madaniyat xodimlari ishtirokida qiziqarli spektakl tashkillashtirilgan. Spektakl mavzusi bugungi kundagi dolzarb bo'lgan oilaviy munosabatlar, kredit mavzusi haqida bo'ladi. Barchangizni ushbu jamoani qo'llab-quvvatlashga va madaniy hordiq chiqarishga taklif qilamiz. Milliy teatr. Drama teatr. To'g'ri topdingiz. 28-aprel kuni 15:00 da teatr sahnasi uyushtirilyapti. Shunga bilet bir kishilik. Bu qanday bino? Drama teatr bo'lsa kerak. Malades. Ertaga soat 15:00 da nima bor? Spektakl bor. 50 ming bileti sizga sovg'aga mana shu. Malades. Video foydali bo'lsa obuna bo'ling. Jizzaxdagi shu kabi videolarni ko'p ko'rsatamiz.